Assalomu alaykum. Hurmatli Gemiroy bilan kasallangan bemorlarimizga endi operatsiya bo'lmaysiz deb bu nimani tavsiya qilamiz. Tabiiy 100% tabiiy, hech qaysi organizmingizga ziyani yo'q. Gemiroy qaydan kelib chiqqan kasallik. Gemiroy yo'g'on ichak devorlarida kichkina yaralarni o'sishi, iç qotishida ichak devorlari kuchanganda yo'riladi. Shu yo'riqlar orasida yarachalar paydo bo'ladi. Ich kelganda kuchli og'riq keladi. Hazmni buzilishi, ichakni vaqtida bo'shamasligi, ich keltiruvchi vitaminli mevalar yeyilmaganda o't tufaylidan o't suyuqligi ajralishi pasaysa, bu kasal rivojlanadi. Vaqtida davolanmaslik qon ketishiga, kamqonlikning rivojlanishiga va og'ir kasalliklarga sabab bo'ladi. Bu surtmamizni surkab, damlamamizni ichib, suyani o'rkachini orqa kanalga yuborilganda bu kasallikdan osongina shifo topadi. Kommentariyada davolanganlar yozib o'ting. Sizlardan iltimos, mavzu yoqqan bo'lsa like va podpiska bilan qo'llab qo'ying.